Assalomu alaykum. Mana bugun bizni Hilol Med klinikamizda yana bir xursandchilik. Rustam aka 1 yil oldin kelganlarda gena bari kasallik bilan ikkala qo'l, ikkala oyoqda holsizlik, ishlamaslik, o'zlariga o'zlari xizmat qilolmaslik bilan keluvdilar. Nogiron aravachasi bilan Allohning inoyati bilan 2 marta davo muolajalari o'tkazdik. Mana hozir 1 yil bo'ldi gena bari kasallik o'tkazganlar 100% hozir tiklangan. Allohning inoyati bilan yaqinda Yevropaning 5-6 ta davlatlarga borib, aylanib, Makkalarga borib ziyorat qilib ketdilar. Shu xursandchiliklarni biz oldimizga bugun kelib bo'lish maqsadida keldilar. Mana hozir oldingi kelgan holatlari qanaqa edi? Hozir qanaqa? To'liq o'zlaridan so'rab olamiz. Rustam aka, oldin kelganingizda qanaqa edingiz? Hozir qanaqa? Assalomu alaykum hammaga. Endi nima desa bo'ladi? Boshidan boshlasak, shu oldingi holatim 16-gurbanisadanda. 16da shu pochka bilan yotdim. Oyog'im ishlamay qoldi. Birdan birdan ikkita oyog'im. U doktorlar menga sen dedi, narkoman bo'lgansan, sen bunaqasan, sen bunaqasan. Bunday yonimda pochkada yotganlar hammasini qarayapman. Ularning hammasi oyoq qo'li ishlayapti-da. Keyin o'sha davoni oldikda, o'sha chiqdik. Chiqqandan keyin bari bo'lmadi. Bir tanishimizni oldiga borib, mana shunaqa neyropatolog ko'rishdik, mana bunaqa tekshirtiraylik deganda biz sizlarni klinikalarni tavsiya qilishuvdi. Men sraz o'sha yerdan to'g'ri bu yoqqa kelib, klinikalarga o'sha nima reabilitatsiyaga oldinglar, o'shanda nogiron aravasida. Endi u paytda o'zim yura olmasdim, ham даже anaqa qila olmasdim. Qo'l ishlamas, telefonni ushlay olmasdim. O'rtoqlarni mana shu ko'tarib olib o'tkazib qo'yadi. O'zingizdan mana ko'tarib o'tkazishdingiz, olib kelishdingiz. Xullas shunaqa qilib, mana nima deydi, Allohning sizni bilan mana sababini qildinglar. O'sha dori-darmonni vaqtida berib, shu al-muhim nima demoqchiman, kasalni vaqtida aniqlaganinglarga, o'sha kasalni oldini olib, shu dori-darmonni qildinglar, alhamdulillah. Hozir mana o'zi yurishni boshladim, turishni, mana chiqib umralar qildim, ko'chalarda, ya'ni dunyoni kezib keldim yana. Holat juda zo'r, alhamdulillah. Men aytmoqchi bo'lganim, avvalambor Allohdan bo'ldi. Hammalarga rahmat shunchalik. Chunki holatim hali sizga 2-3 ta videolarimni tashlab beraman. Holatim endi bali xalq ko'rmagan. Hozir ko'rib shunaqa ahvoldan shu ahvolga ketdimi deganda o'sha 2-3 ta rasm videolarim bor. Olib qo'yganman endi o'zim kasallik paytimda olib yurishga. Ya'ni aytmoqchimanki, alhamdulillah yaxshi, yomon emas, zo'r. Xudoga shukr, uydagilarim xursand, onam xursand. Hamma xursand, yaqinlarim. Yurib ketdim. Ya'ni xudo xolasa sizlar mana narkomanga chiqaruvdinglar. Mana o'sha yerda neyropatologlar ham ko'rishib, anaqalar qilishib, nima deydi, rentgenmi, UZIni nimadirlar qilishib, bunda hech narsa yo'q. Ya'ni nima deydi, bu narkoman bo'lgan deb anaqani qildinglar. O'yinni qildinglar o'sha yerda. Mana alhamdulillah bor ekan shunaqa haqiqatda shuni kasalni aniqlab davosini vaqtida qiladigan insonlar bor ekan. Avvalambor rahmat hammasiga. Alhamdulillah mana oyoq qo'lim ishlayapti. Bemalol hozir o'ziga o'zi alhamdulillah o'zim oldin na tualet, na unga bora olmasdim. Boshqa qiynalardim, kattasiga ham, kichkinasiga ham. Hozir yaxshi. O'zim borib bemalol ishlarga tushib ketganman. Meni ko'rayotgan yaqinlarim hammasi biladi meni qanaqaligimni. 45 kun davomida o'zingiz borib bemalol o'zingiz yurdingiz. Yo'q. Avvaliga kalaskada, birinchi yotoqda, keyin kalaskaga, kalaskadan hassadan mana alhamdulillah oyog'i Allohning iznidan kuch-quvvat bo'lib, harakatlar yaxshi, xudoga. Og'riqlar yo'q mana, og'riqlardan qutuldim. Kechasi uyqular yo'q edi. Mana 1 yil 9 oy uxlamadim, dorida edim. Mana hozir umuman dori ichmayman. Hammasi yaxshi, holatim, ya'ni pochkam ham alhamdulillah yaxshi. O'sha sizlarning tartibinglar bilan o'sha dorilarni iste'mol qilib, ya'ni
sababini qildik, alhamdulillah yaxshi. Siz menga video tashladingiz-ku makadan turib. Ha. Ko'zlarimdan yosh oqyapti-da. Ha. Duo qilib, nima qilib video tashlaganingizdan juda xursand bo'ldim. Endi ani men ham doktor hisobdaman-da, ya'ni bitta meni soham o'sha mashina temasi. Ya'ni bir klient xursand bo'lib chiqib ketib, qayergadir borib xursand bo'lib, chidik bilan telefon qilib, rahmat, mana zo'r chiqibdi. Bu shunaqa yaqinlarimga hammasiga ulashaman-da, yaxshi narsalarni, ya'ni xursandligimni, mana sizlarni Alloh sababchi qilib mana keldim, davoni shifoni oldik, bordik mana o'shanda yaqinlarga hammaga mana sizlarni izninglar bilan, Allohning izni bilan sizlarni bir sababchi qilib shu joylarga bordik, baytlariga borib aylanib, ya'ni samolyotda yurish turishda men bitta o'zim ketdim. Ya'ni hech kim sheriksiz, ya'ni hech kim Alloh ya'ni kalaskasiz yo nimadir hech kim meni o'zim ya'ni kasallik holatimda ya'ni qanaqa bo'lar ekan. Shu kasallik holatimda ham alhamdulillah umralarni qilib, ya'ni qiynalmasdan bemalol, ya'ni bu kasal bilan uzoq yo'l u yoqda tursin, даже hojatxonaga chiqish qiyin edi-da. Mana hozir qancha bo'lsa yuraverasiz. Yuraveraman qancha bo'lsa. Endi nima deydi? Sekin yuraman. Endi avvalambor bunga hammasiga vaqt sabr ekan. Ozgincha yana qoldi. Xudo xolasa, lekin ya'ni aytmoqchi bo'lganim, orug'lar yo'q, boshqa yo'q. Mana shu sekin harakat bilan o'zi oyoq qo'l, mashinamni bemalol haydayman, boshqa ya'ni osh to'ylarga ham bora olaman demoqchiman, xudo xolasa. Kelganlarda muskullar juda ozib ketganda, necha kilo ozgandingiz? 30 kilomi? Ha, 30 kilo. 97 vesim bo'lgan. O'sha yotganimda o'lchamaganimizni bir sog'ayib yaxshi bo'layotganimda o'lchadik, 70 kilo bo'lgan ekanman. Undan rasmlari bor, tashlab beraman o'sha holatlarni. Shu alhamdulillah hozir mana o'sha gapingiz esimda, hali qaytada hamma yo endi shuncha yoshlikdan trenirovka qilib yurgan bolamizni hozir endi hamma o'yladida, ukol ximikat qilgan bu bola deb o'yladida. Endi nima deydi? Buni boshiga tushmaguncha hech kim bilan aytib bera olmaysiz. Mana sizlar ham uydingizda qiladinglar shu narsalarga, qonimizda ximikat yo'qligiga. Xudo xolasa yaxshi, alhamdulillah. Rustam aka, bo'lmasa bir yurib ko'rsatasiz endi. Ha, mayli. Bemalol hozir o'zingiz yurapsiz-a? Mana alhamdulillah, mana yurishda, mana turish, tura olmasdim-ku, mana likillab ketardim. Hozir mana sekin mana o'zi sekin qadamlar, oyoqlar qotishni boshladi, alhamdulillah. Bemalol, astaga o'zingiz mashinangiz bilan o'zingiz keldingiz. Ha, mashinani, bitta mashinani haydab, bemalol yuribman, Allohga shukr. Traktorlar hammasi qaytgan. Rahmat, shunaqa. Oyoqlar bilak mayli, asamni oyoqqa turib olganim. Mana holatni mana ko'rganlar bor. Qancha yotganim, qancha qiynalganim. Alhamdulillah shu holatlardan Alloh o'tkazdi mana sinovlardan, shukr. Turganimga o'zim mana shunaqa turganim, yotardim 3-chetda. Pastga qarab o'tirardim. Mana shu odamlar yuryapti, qachon yurar ekan. Ular orzu qilar ekan, kasal orzu qilib qolar ekan, yurishi, ya'ni turishi. Faqat o'tiraverman, ham yotardim-ku. 308. Yurib, ha, 308. Mana shu odamlar o'tib, qarab yurishini ancha. Mana yaxshi hozir. Xudo xolasa yaqinda futbol o'ynaymiz. Inshaalloh. Mayli, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga. Rahmat aka. Rahmat. Salomat bo'ling. Alloh sizlarning ish kasbingizga baraka bersin. Kasal bu ko'paymasin u. Kasallarni shu qo'ldan kelgancha Allohning izni bilan tuzatib, elni duosini olib yuringlar sizlar ham. Inshaalloh. Rahmat. Hammalarga rahmat. Xudo xolasa.